O'zbekistondagi Islom sivilizatsiyasi markazi zamonaviy davrning eng ulkan madaniy loyihalaridan biri. U 3000 yildan ziyod shonli tariximizni yangi O'zbekiston bilan bog'laydigan aql tafakkur markazidir. Mamlakatimizga rasmiy tashrif bilan kelgan Germaniya Federativ Respublikasi prezidenti Frank-Walter Steinmeier ushbu majmua bilan yaqindan tanishdi. Shuningdek, oliy darajadagi mehmon Toshkent shahridagi Papenburg Uzbekistan qo'shma korxonasida ham bo'ldi. Germaniya Federativ Respublikasi prezidenti Frank-Walter Steinmeierning O'zbekistonga tashrif dasturidan siyosiy muloqotlar, iqtisodiy hamkorlik va investitsiyaviy loyihalar bilan bir qatorda madaniy ma'rifiy ahamiyatga ega manzillar ham o'rin oldi. Germaniya yetakchisining Islom sivilizatsiyasi markaziga tashrifi O'zbekistonning boy ilmiy ma'rifiy merosiga bo'lgan xalqaro qiziqish va e'tirofning yana bir amaliy ifodasi bo'ldi. Oliy martabali mehmon va Germaniya delegatsiyasi vakillari xalqimizning ko'p asrlik ilm-fan, madaniyat va tamaddun rivojiga qo'shgan ulkan hissasini namoyon etuvchi noyob eksponatlar, ko'rgazmalarni katta qiziqish va hayrat bilan qabul qilishdi. Bu yer dunyodagi islomshunoslik bo'yicha juda katta markazlardan biri. Shuning uchun bu haqiqatdan ham katta yutuqdir. Shu bois o'z madaniyatingiz bilan faxrlanishingiz mumkin. Men bu markazga tashrif buyurib, O'zbekiston va umuman islom madaniyati haqida juda ko'p narsalarni o'rgandim. Men yurtingizda bir necha bor bo'lganman, ammo har safar qayta hayratlanaman. Bu yerda asl tarixiy artefaktlar va ularni juda jonli tarzda namoyish etish imkoniyati uyg'unlashgan. Ular orqali odamlar o'tmishda qanday yashaganini ko'rish mumkin. Demak, bu faqat yuksak madaniyat haqida emas, balki qadimgi davrlardagi kundalik hayot haqida ham hikoya qiladi. Bilasizmi, prezidentingiz so'nggi yillar ichida mamlakatingiz uchun juda ko'p ishlar qildi. Ushbu markaz esa O'zbekiston erishgan yutuqlarning yorqin ifodasi va kelajakdagi muvaffaqiyatlarga asos yaratadigan ilmu ma'rifat maskanidir. Davlatimiz rahbari tashabbusi bilan bunyod etilgan markaz arxitekturasida milliy me'morchilik an'analari va zamonaviy qurilish yechimlari uyg'unlashgan. Baland peshtoqlar va mahobatli gumbaz nafaqat me'moriy go'zallikni, balki O'zbekistonning buyuk tarixiy merosini ham ifodalaydi. Mehmonlar xalqimizning ming yillar davomida shakllangan intellektual salohiyatini namoyon etuvchi noyob qo'lyozmalar, qadimiy kitoblar va tarixiy manbalar bilan tanishdi. Juda ta'sirli. Rostini aytsam, bu haqiqatdan ham juda hayajonli va biz bu majmuaning bunchalik go'zal va mukammal ekanligini kutmagan edik. Barchasi nihoyatda salobatli bo'lib, mamlakatingiz tarixini juda chiroyli va ta'sirchan tarzda namoyon etyapti. Bu men bugungi kunga qadar ko'rgan eng ulkan va eng hayratlanarli muzeylardan biridir. Menga O'zbekiston yoqdi. O'zbekiston juda katta maqsadlarga ega mamlakat bo'lib, juda tez rivojlanyapti. Biz esa bu jarayonga qanday hissa qo'sha olishimiz mumkinligini ko'rib chiqyapmiz. Germaniya prezidentining mazkur maskanga tashrifi O'zbekistonning 3-renessans g'oyasi xalqaro miqyosda ham qiziqish uyg'otganidan dalolatdir. Shuningdek, bu O'zbekiston va Germaniya o'rtasidagi gumanitar aloqalarni yanada mustahkamlashga xizmat qiladi. Germaniyaning ilg'or texnologik yechimlari va yo'l qurilishi bo'yicha boy tajribasi asosida tashkil etilgan Papenburg Uzbekistan qo'shma korxonasi bugungi kunda mamlakatimiz yo'l infratuzilmasini modernizatsiya qilishda muhim o'rin tutmoqda. 2021-yilda faoliyat boshlagan mazkur korxona qisqa muddat ichida yo'l qurilishi va ta'mirlash sohasida xalqaro standartlarni joriy etayotgan yirik korxonalardan biriga aylandi. Tashrif davomida Germaniya prezidentiga migratsiya agentligi va Germaniyaning hamkor tashkilotlari bilan birgalikda amalga oshirilayotgan loyihalar haqida ham ma'lumot berildi. Xususan, yoshlarni kasbga yo'naltirish, ularning malakasini oshirish hamda xorijiy mehnat bozorlariga tayyorlash borasidagi ishlar taqdim etildi. Hamkorlikda O'zbekistonda ishlayotgan 38 dan ortiq firmalardan Globogate dasturi, SPH West, Recruitment, Klit Edu va Günter Papenburgning o'zi hamda Goethe instituti va GITS tashkilotlarining loyihalari taqdim etildi. Bularda aynan o'zbekistonlik yoshlarni Ausbildung dasturlarida yoki nemis tiliga chuqur o'rgatish yoki ularni Germaniya kasb bozoriga maqsadli tayyorlash kabi yo'nalishlarni o'z ichiga olgan. Jumladan Globogate dasturi doirasida yaratilgan Germaniya tibbiyot akademiyasi dasturini alohida to'xtalib o'tmoqchimiz. Bunda O'zbekistonning 20 ta tibbiyot texnikumlarida 2025-yilda start berilgan loyihada bugungi kunda 758 nafar o'rta tibbiyot o'quvchilari nemis tilini chet tili sifatida hamda O'zbekiston tibbiyot fanlarini o'qishmoqda va 2026-yil sentyabr oyidan boshlab O'zbekiston bo'yicha ularning soni
1500 nafarga oshirilmoqda. Kelgusi rejalar haqida gapiriladigan bo'lsak, aynan Germaniya mehnat bozorida shu vaqtgacha 38 dan ortiq hamkor tashkilotlar tomonidan bildirilgan O'zbekiston egallashi mumkin bo'lgan 73 mingdan ortiq bo'sh ish o'rinlarini turli sohalar, logistika, sog'liqni saqlash, transport, oziq-ovqat industriyasi, mexatronika, elektrotexnika kabi bir qator kasblarda O'zbekiston fuqarolarida egallash imkoniyati bor. Buning uchun ularga kecha start berilgan TEL kabi loyihalarda va Goethe institutlari orqali nemis tilini o'rganib, tegishli B1 yoki B2 daraja nemis tili sertifikatlarini qo'lga kiritsa, ular uchun Germaniya mehnat bozoriga kirishni jadallashtirish va sifatli amalga oshirish. Mana shu O'zbekiston migratsiya agentligining Germaniya mehnat bozoriga asosiy maqsadlaridan biri hisoblanadi. Ich bin der Leiter der GIZ hier in Uzbekistan. Men rahbarlik qilayotgan markazda ta'lim tizimida islohot va modernizatsiya qilish, yoshlarga bilim va ko'nikmalar berish bo'yicha ish olib boramiz. Bugungi uchrashuvimiz O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning ta'lim bo'yicha Germaniya bilan hamkorlik qilish borasidagi tashabbuslari natijasidir. Masalan, Papenburg bilan 3 yillik shartnomaga egamiz. Ushbu loyihada biz yoshlarni kasbga tayyorlashdan tashqari boshlang'ich qadamlarda ham ko'mak beramiz. Ya'ni ularning qaysi kasblarga qiziqishlarini o'rganish va yo'naltirish bo'yicha ham dasturlarimiz mavjud. Bugungi kunda ushbu dasturlar orqali o'zbekistonlik yoshlar nemis tilini o'rganib, xalqaro talablar asosida kasbiy tayyorgarlikdan o'tmoqda. Bu esa ularga Germaniyaning sanoat, qurilish, transport, tibbiyot va xizmat ko'rsatish sohalarida qonuniy mehnat faoliyatini olib borish imkonini yaratmoqda. Klet O'zbekiston loyihasida 2 yil davomida o'qidim. Hozirda B1 sertifikatim bor nemis tilidan va B2 nemis tili kursini davom ettiryapman yana o'qishni. Undan tashqari yaqinda Nürnbergdagi klinika bilan birgalikda yaqinda shartnoma imzoladim va kuz oylarida xudo xolisi Germaniyada bo'laman. Diplomim hamshiralik yo'nalishida, shuning uchun u yerda ham hamshiralik yo'nalishida ishlayman. Undan keyin yana o'zimni rivojlantirib, tilni yanada yaxshiroq o'zlashtirgandan keyin institutda, Germaniyaning institutida o'qish niyatim bor. Albatta o'sha meditsinskiy sohada. Keyin Yevropani tibbiyot tajribalarini bilan o'zim O'zbekistonga kelib bo'lishib ishlash rejalarimda bor. Tibbiyot yo'nalishlaridagi hamkorlik loyihalari ham tashrif davomida alohida e'tirof etildi. Germaniya prezidenti Germaniyada ishlash uchun tayyorgarlik ko'rayotgan yoshlar bilan uchrashib, ularning nemis tilini o'zlashtirishdagi yutuqlari va kasbiy bilimlarini yuqori baholadi. Bunday tashabbuslar ikki davlat o'rtasidagi hamkorlikni yangi mazmun bilan boyitib, nafaqat iqtisodiy aloqalarni mustahkamlamoqda, balki inson kapitalini rivojlantirish, yoshlarning bandligini ta'minlash va ularning xalqaro mehnat bozoridagi raqobatbardoshligini oshirishga ham xizmat qilmoqda.